Tengri Taoloti bilan. Salomlar. Tariximiz shaydolari ekran boshiga da'vatlisiz. Videoning davomi sizni kutib turibdi. Asaroti Barhoy az tarixi O'zbekona Afg'oniston. Bosim navbati 1-bosim 2007 va 2-bosim 2009-yil. Mazor Sharif Ulug'bek bosmaxonasi. Muhim mavzular bo'lganligi va vaqtni qisqartirish uchun necha bo'limga kitobni qo'lga olamiz. Demak, kitobdan 2-kesit. O'zbeklarning ko'ki va etnik shakllanishi. Butun qaynoqlarga ko'ra, Markaziy Osiyoning eng eski etniklari miloddan oldin 2 va 8-yuz yillarga borib topiladi. Sokolar, Masagitlar, So'xtlar va Xorazmlardir. O'rnak uchun Masagitlar Omu daryo va Sirdaryoning tegarasida, Sokolar Qozog'iston, Oltoy hozirgi Afg'onistonning janub va janub-g'arbi, Toshkent, Xorazm, Farg'ona vodiysida va So'g'diyonada turklar yashar edilar. Ular Kangavi yo Qangili bo'lib, Kanga yo Kangavi davlatini qurgan. Yana sharqdan kelgan yovchilar, hunlar va yaftalitlar boshlarida yovchilardan 5 qabila bo'lgan Kushonlar davlatini qurgan. Kushoniy Afg'oniston va Hindning bir qismiga hukm surardi. Qaynoqlar ularning turkiy tilda so'zlashganini qayd etgan. Ayrim bilim insonlari o'zbeklarning etnik shakllanishida shu 3 guruhni shomil deb biladi. Birinchisi Sortlar, ikkinchisi Movoril Nahr turklari, uchinchisi uy tikkan va dashlarda o'tirgan o'zbeklar. Sortlarning ichida So'xtlar, Xorazmlar, Qarluqlar va Chigillar bor deyiladi. Ular shaharlarda o'tirgan bo'lib, milodiy 16-yuz yilgacha turk deb atalar edi. Undan so'ng ayrimlar shaharda edi, Sort deb ot ko'tardi. Ilk boshlarda Sort etnik ma'noda emas edi. Movoril Nahr turklari Barlos, Mo'g'ul, Kenagas, Chinoz, turk va boyovotlardan tashkil topgan bo'lib, Afg'oniston shamoliy shomil butun Movoril Nahrga bor bo'lganlar. 3-guruh bu Shayboniyxon bilan kirib kelganlardir. O'zbeklarning urug'larga bo'linishi haqidagi fikrlar turli xildir. O'rnak, O'shtirxonliklar tarixini yozgan Munshiy Muhammad Yusuf Shibirg'oniyga ko'ra, u yashagan paytda Balx va tegarasida 92 urug' o'zbek va turk yashagan. Biroq bularning hech birida o'zbek yalg'iz o'z boshida ot tutilmagan. Ustod Yorqin tadqiqlariga ko'ra, Badafshon o'zallik bilan Argo, Jaram, Kishim, Daroyim, Fayzobodda Barlos, Arlot, Hofiz, Kenagas, Qo'ng'irot, Chigil, Arg'and, Do'g'alot, Turigʼ, Saroy, Qarluq, O'torchi, Qitchi, Shuron, O'z, Arg'un, Xitoy, Torg'il, Chung, Uyg'ur va qirg'izlar yashaydilar. O'zbek so'zi ilk boshlarda kishi oti bo'lgan. 14-yuz yilning boshlarida turk-mo'g'ul qabilalari Qipchoq dashtining tegarasida ko'chmanchi shaklda yerlashgan ediki, o'zbeklar deb atar edilar. O'zbekxon, To'xtanishxon va boshqa xonlarning urdulari va Oltin Urdu hammasi ushbu otga tonildi. 15-yuz yildan keyin barcha turklar va sharqiy turklar o'zbek deb ataldi. Qipchoqdagi Jo'ji ulusiga o'zbek ulusi ham deb aytar edilar. O'zbek so'zi haqida Vomberi shunday deydi: o'zining sardori va erkin hayot suradigan biri. Majoristonda o'zbek so'zi ulug' va sharif laqablardandir. Buni 1150-milodiy yilda yozilgan tarixlarda ko'rish mumkin. Yana o'zining begi, o'ziga bek, mustaqil beklik kabi ifodalar ham mavjud. Lekin eskidagi to'liq ma'nosi belli emas. Navoiy va Bobur o'zlarini doim turk degan. Hozir ham shimol mintaqalarida keksalar o'zlarini turk va tillarini turkiy til deb aytadilar. Hindukush janubidagi xalq Afg'oniston shamoliga Turkiston deb aytadilar. Amonullohxonning davrida rasman bu yerlar Turkiston oti bilan tonilar edi. Sirojit Tavorixda Mullo Fayz Muhammadi kotib bu mintaqalarni Turkiston, Janubiy Turkiston va Turkistoni Sag'ir otlari bilan yozgan. Hazrati Alining mazori bo'lmish ko'k masjid yo Ravza-i Sharifning ikki tomonidagi lavhada salomnomada Amir Abdurrahmon xonning oti shunday yozilgan: Afg'oniston va Turkiston amiri.
Mulkiy nizomnomadagi 1302-hijrida yozilgan bu mantiqani Turkiston deb aytgan. Xuddi shu paytlargacha Afg'oniston, Turkiston va Xuroson otlari bor edi. Ilk Xuroson, keyin esa Turkiston butun qaynoqlardan olib tashlandi. Hattoki davlatlarning doimiy tab'iziy va taqqomlashtirish projalari asosida turklarning o'ltirgan mantiqalarining oti ham o'zgartirildi va aholi hozirda naqshalarda Tribanda Turkiston oti ko'zga tashlanmaydi. Yoda Janubiy Turkiston, Turkistoni Sag'ir yo Turkiston oti o'rnida yangi bir atama, ya'ni Safahoti Shamol deganini kelishtirib, mardum ichida yoydilar. Hozir ayni ziddiyatlar eng og'ir shaklda davom etmoqda. Turklar tomonidan ishlatilgan yozuvlar. Turklar tarix oqimida turli xil yozuv, ya'ni Mexiy, Issiq, O'rxun, Yanisoyi, Uyg'ur, Boburiy kabi xatlarni ixtiro qilgan va inson madaniyatida iz qoldirganlar. Turklar Osiyoning sharq, markaz, janub va g'arbiy bo'limlari, O'rta Dog'u va Shimoliy Afrika, Sharqiy Yevropa va uning markazida hayot kechirib, turlicha yozuvlarni ishlatganlar. Oromiy xati eng eski yozuvlardan biridirki, miloddan oldingi 1-ming yilning o'rtalariga O'rta Osiyoda va atrofida yoyildi. Avsto, Xorazmiy, Sug'diy, Kushoniy, O'rxun yenisi, Uyg'ur, Mo'g'uliy kabilar ham shu oromiy xatdan ilhomlangan. Turklar hijrat qilishdan oldin o'zlariga o'zga yozuvlari bor edi. Ular yozuvga bitik deb aytar va yozishlari hieroglifga o'xshar shakllar va rasmlardan tashkil topgandi. Bilim odamlari hijratdan oldingi turk yozuvlariga O'rxun alifbosi, ko'k turk alifbosi va runik alifbosi deb aytadilar. Ularning eng eski nusxasi ko'k turk xoqonlarining binolarida O'rxun daryosi yaqinida Mo'g'ulistonda ko'ringan. Milodiy 7-yuzgacha turklarning o'rtoq yozuvi edi. Hattoki Yevropada hukm qilgan ovorlar ham bu yozuvni ishlatganlar. Milodiy 16-yuzda Zahiriddin Muhammad Bobur Boburiy xatni kelishtirdi. Biroq ushbu yozuv ayrim siyosiy, diniy va boshqa sabablarga asosan turklar ichida tarqalmay qoldi. Lekin ushbu xat turklar ixtiro qilgan eng so'ng xatlardandir. 20-asrning yarimlariga qadar O'rxun bitiklari turklarning eng eski bitiklaridan sanalar edi, ki kunimizdan 1250 yil oldin yozilgan edi. Biroq Qirg'izistonning esi yo Issiq ko'l mantiqasidan qo'lga kelgan katiba bilan bu 2500 yilga chiqdi. Ya'ni miloddan oldin 500-yilga borib to'qiladi. Bu yozuv 2 satr va 26 harfdan tashkil topgan. O'rxun yozuvi bilan kumush taboq ustiga yozilgan. Issiq ko'lda bo'lgan qabr 3 to 4 qarn miloddan oldinga bog'liqdirki, jasad qabr ichida tegarasi cho'p bilan o'ralgan bo'lib, tanasi turli xil bezaklar va urush quroqlari bilan bezalgan edi. Bilim insonlari bu jasadga oltin erkak deb ot qo'yganlar. Kunlik bizdan shuncha, yaxshi qoling.